Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz navbatdagi darvozamizni viloyati bosh beshariq parkga o'rnashtirdik. Bu darvozamizni sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamizni eni 3.5, bo'yi 3.10. Darvozamizni qavatli darvozamiz. Qirg'oqlari 10 ortiga stenda 2 stentada tayyorlab 2 lista tosh listlar bilan qo'yib mana yong'oqlarigacha o'zgacha stil mana zamoqlarimiz holati. Taglarga shu yerlar qo'yib o'rnashtirib berdik. Darvozamizning summasi 14 millionga o'rnashtirib berdik. Kimga qanaqa bu kerak, darvoza kerak bo'lsa bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol telefon qilishdan sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.